Unutulup ketgan ibodatlar. Abduri Muhammad Yusuf. Gerçi Qur'on Karim oyatlari va payg'ambar alayhissalomning hadislari bilan farz qilingan, payg'ambar alayhissalomning zamonida va keyingi ulgulik davrlarda amal qilib kelgan bo'lsa-mu, keyincha musulmonlar umumlashgan g'ofillik va pasiflik sababli tashnib qolgan nurg'un ibodatlar bor. Tövəndə köp kişilərinin nəzərdən saqit bulub gələn iki mühim ibadət üstü toxtalımız. Ularning biri Qur'on Karimdagi koinotga munosabatlik oyatlar ustida tafakkur qilish. Yana biri ko'ngil asrashdir. Bu ikkisi haqiqatan muhim ibodatlardir. Chunki Alloh taolaning koinotga aloqador oyatlari ustida tafakkur qilish iymonimizni kuchaytiradi, ufqimizni kengaytiradi. Kişilərinin ko'ngli asrash bo'lsa, o'zimizni va boshqalarni baxtli qilishga turtki bo'ldi. Tafakkur qilish. Qur'on Karim kishilarni oldi bilan aqlni ishlatishga va tafakkur qilishga chaqirgan kitob bo'lib, aqlning qiymatini yuqori ko'targan va uning inson hayotidagi alohida o'rnini muayyanlashtirgan. Qur'on Karimda aql degan so'z 49 qatim takrorlangan bo'lsa, aqlinglarni ishlatmamsizlar degan so'z 7 qatim takrorlangan. Alloh taolo Qur'on Karimni uning oyatlari ustida tafakkur qilib tushunsin deb nozil qilgan. Qur'on Karimda kelgan amrlarning hammasi farzlikni ifodalaydi. Farz amallarni ado qilish ibodatdir. Amrlarning hammasi farzlikni ifodalagandek, ya'ni osmonlardagi va zimindagi narsalarni ko'zdinglar degan amrmu osmonlardagi va zimindagi go'zal san'atlarni ko'zitib tafakkur qilishning farz ekanligini ifodalaydi. Alloh taolo yana o'zinglar to'g'riliq tafakkur qilmamsizlar degan. Qur'on Karimda 250 dan ko'proq oyatda koinot va uningdagi osmon, zimin, tog' bo'ston, dengiz, daryo, inson, jin, chorva, uchar qush qatorliqlar bayon qilingan. Tafakkur qilish usuli. Tafakkur qilishning har xil usullari bor. Biz bu yerda tuvandagi 3 usulni misol qilaylik. Birinchi, bir narsaning o'zi va asli kelib chiqish ustida tafakkur qilish. Ya'ni inson alaqdan, balyotqu temiga yopishib qolgan urug'dan yaratilgan degan buningga misol bo'la oladi. Chunki insonning onasining balyotqusiga eslib qolgan ashu bir tal sperma urug'idan yaratilib, koinotdagi barliq mavjudotning eng ahamiyatli va eng hurmatli bo'lganligini o'ylagan odam albatta Alloh taolo bo'lgan iymonini kuchaytiradi. Ikkinchi, bir narsaning o'zi va yo'qligi ustida tafakkur qilish. Ya'ni ularga aytqinki, deb baqinglarchu, suyinglar singib ketsa, sizlarga kim aqin suv keltirib berdi degan oyat ustida tafakkur qilib, suvsiz hayotni tasavvur qilganimizda Alloh taolaning ustimizdagi haqqining naqadar cho'ng ekanligini bilib yetamiz. Natijada Alloh taolo bo'lgan iymonimiz kuchlandi. Ixlosimiz oshidi. Bir narsaning o'zi va aksi ustida tafakkur qilish. Ya'ni, ey payg'ambar, ularga aytqinki, depqinglarchu, agar Alloh kechini sizlar uchun ta qiyomat kuniga qadar so'zildigan qilsa, Allohdan boshqa qaysi iloh sizlarga yo'riqlik keltirib bera oladi? Sizlar texcha haq so'zni anglamamsizlar degan oyat ustida tafakkur qilgan odam. Alloh taolaning kechi bilan kunduzni almashib turadigan qilib yaratganlik nimadan tushunib, Alloh taolaga qulchilik qilishning naqadar zarur ekanligini bilib yetadi. Natijada uning Alloh taolo bo'lgan bog'lanishi kuchlandi. Tafakkur qilishning foydalari. Birinchi, Alloh taolaning ne'matlari, cheksiz qudrati va koinotdagi alomatlari haqida tafakkur qilish iymonni yanglaydi va kuchaytiradi. Shundaqla ibodatning savobiga erishtiradi. Ikkinchi, tafakkur qilish qalbning amallaridan bo'lib, islom ulamolarining nazarida qalbning amallari jismoniy ibodatlardan afzaldir. Uchinchi, tafakkur Alloh taolaning kattalik oldida kamtar bo'lishni va Alloh taolo haqida to'g'ri qarashda bo'lishni o'rgatadi. To'rtinchi, tafakkur Qur'on Karimga va payg'ambar alayhissalomning ko'rsatmalariga amal qilishga ilib boradi. Beshinchi, tafakkur insonning ufqini va bilim doirasini kengaytiradi. Burun bilmagan ko'p narsalarni bilib olishga turtki bo'ladi. Ko'ngil asrash.
Hozirgi zamonda qulog'imizga ibodat degan so'z anglangan hamon aqlimizga namoz, ro'za, zakot, ota-onaning xizmatini qilish degandek ibodatlar keladigan bo'lib qolgan. Chunki nurg'un kishilar ko'ngil asrashning Alloh taolaning dargohida naqadar ahamiyatli ibodat ekanligini bilmaydi. Halbuki kishilarning ko'ngillarini asrash, ularning hissiyotiga hurmat qilish, ularni bearam qilib qo'yishdan saqlanish qatorli xislatlar bizning islomiy go'zal axloqimizning bir parchasi bo'lib, ajdodlarimiz bu go'zal xislatga alohida ahamiyat beradi. Ular qo'shnilarning, urug' tuqqanlarning ko'ngillarini og'ritib qo'yishdan bakma hazar aylaydi. Hatto kichik vaqtimizda cho'nglarning bozorda meva-cheva va yemek-ichmek degandek narsalarni ilib kelganda qo'shnilarga, xususan ularning farzandlariga atig'ini yetkazib beradigan ish bor edi. Bunday qilishni ular ko'z haqqi deb ataydi. Ba'zida bozordan ilib kelgan yemeklarni qo'shnilarga ko'rsatmay ilib keladigan ishlarim bor edi. Buni ular qo'shnilarning, xususan qo'l ilgidi yo'q kishilarning ko'ngillarini asrash uchun qiladi. Bu güzel xislatni bizga albatta islom dinimiz o'rgatgan. Qur'on Karimda va hadislarda ko'ngil asrashning namunlari intayin ko'pdir. Alloh taolo Qasas surasida mundaq degan: "Ey payg'ambar, sana Qur'onni yetkazishni va amal qilishni farz qilgan zot albatta seni qaytadigan yer Makkaga qaytardi." Ma'lumki, Makka shahri Payg'ambar alayhisalomning kindiq qani to'kilgan ona vatani bo'lib, Payg'ambar alayhisalom mushriklarning haddidan oshgan zo'rliq zumbuluq sababli Makkani tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan va ona vataniga bo'lgan so'ygisi urg'ib qattiq azoblangan edi. Shu chaqda Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomning ko'ngliga tasalli berish bu oyatni nozil qilgan va uni o'zining ona vataniga g'alaba bilan qaytaradiganligini va'da qilgan. Amaliyat Alloh taolo va'da qilgandek bo'ldi. Ma'lum vaqt vahiy uzilib qolgandan keyin Payg'ambar alayhisalom qattiq bearam bo'lgan. Hatto kofirlar Muhammadni Rabbi tashlavatdi deyish orqali uning ko'ngliga arziyat bergan. Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomning beshiga kelgan ashu ko'ngilsizlik, g'am-andisha va arziyatlarga tasalli berish uchun Zuho surasini nozil qilgan va uning ko'nglini xushal qilgan. Ko'ngil asrashning yana bir misoli miros taqsim qilingan o'ringa hozir bo'lgan kambag'al kishilarning ko'nglini xushal qilish uchun ularga oz to'la bir narsa berishdir. Taqsimot vaqtida miros haqqi yo'q tuqqanlar, yetimlar va yo'qsullar hozir bo'lsa, ularga bu mirosdan oz to'la beringlar, ularga chiroyli so'z qilinglar. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom masjid kirganda namoz vaqti emas bir vaqtda Abu Umama ismli bir sahoba o'z yolg'iz masjidda o'tirgan bo'lib, Payg'ambar alayhisalom uningdan: "Ey Abu Umama, sana nima bo'ldi? Namoz vaqti emas vaqtda masjid kiribsan?" deb so'raydi. Sahoba: "Ya Rasululloh, qarzim bor edi. Shuning g'amida o'ltiratdim" deydi. Ondan Payg'ambar alayhisalom uningga: "Sana bir so'zni o'gitib qo'yaymi? Agar sen shu so'zni desang, Alloh seni g'amdan va qarzingdan qutuldirib qo'ydi" deydi. Sahoba: "Bo'ladi ya Rasululloh, albatta o'gitib qo'yg'aylar" deydi. Ondan Payg'ambar alayhisalom uningga: "Sen atigan oqshomda, ey Alloh, sana sig'inib g'am-qayg'udan, ko'ngilsizlikdan, ojizlikdan, g'ururlikdan, bexillikdan, qo'rqinchoqlikdan, qarzdorlikdan va kishilarning yomonligidan panoh tilayman" degan duoni o'qig'in deydi. Abu Umama mundaq deydi: "Men Payg'ambar alayhisalom degan bo'yicha qilib edim, Alloh meni g'amdan, qarzdan xalos qildi." Bir kuni muhojirlarning orasidagi yo'qsul sahobalar Payg'ambar alayhisalomning yiniga berib, uningga: "Boylar bizdan ko'proq savobga erishadigan bo'ldi. Ularmi biz namoz o'qiganda namoz o'qiydi. Biz ro'za tutganda ro'za tutadi. Mol dunyosidan sadiq qilib yana savob topadi" deydi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Alloh sizlar sadiq qilgan narsani ato qildi emasmi? Sizlar aytadigan har bir tasbihda, har bir takbirda, har bir hamdu sanoda, har bir tahlilda va kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni to'sishda sadiqaning savobi bor. Sizlarning ayollik munosabatinglardimi sadiqaning savobi bor" deydi. Ko'ngil asrash, xushallik baxsh etish kundalik hayotimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlarning biridir. Chunki biz to'plashib yashaydigan ijtimoiy maxluqot bo'lganligimiz uchun bilib bilmay bir-birimizning ko'nglini ranjitib qo'ydigan ahvollar yuz berib turadi.
Agar biz oliy janoblik bilan bir-birimizning yomonligini afu qilsak, bir-birimizning uzrisini qabul qilsak, ba'zi xatoliklarni ko'rmasga solsak, albatta ibodatning savobini topamiz. Hatto bozorga borganda hamma odam setib olgan joydan olmay, tuzuk savdo qila olmagan kishilardan setib olish. Hamisha marketlardan olmay, farzandlariga halol luqma tepish yo'lda pishg'irim issiqda harbi so'rab yurib narsa sotadigan kishilardan setib olish. Yo'llarda qalam, qo'l qog'oz qatorliqlarni tanlab, chiroyingizga talmirib turgan sabiylarni xushal qilish qatorliq ishlarning hammasi Alloh taolaning dargohida to'limi katta ibodatlardir. Ko'ngil asrash, dillarga xushallik kirgizish va kishilarga kuyimchanlik ko'rsatish vaqtga yoki pulga va yoki imkoniyatga muhtoj emas. Buni har qanday vaqtda va har qanday yerda qilg'ili bo'ladi. Aytilishicha, bir ayol uyga qaytib ketayotganda usti beshidan yo'qsullik ko'rinib turgan bir bolaning yog'och bilan yani sizib o'ltirganligini ko'rib qoladi. Va bolaning yiniga yaqinlashib kelib uningdan: "O'g'lim, bu yerda nima qilyapsan?" deb so'raydi. Bola: "Hada, men jannatni parchalab setyapman" deb javob berdi. Ayol jannatning bundoq setilmaydiganligini va parchalanmaydiganligini bilsa-mu, u bolaga yordam qilib, ko'nglini elish uchun uningga: "O'g'lim, menga bir parcha beramsan, pulini beraman, bahasi qancha?" deb so'raydi. Bola ayolga jiddiy qiyofatda javob berib, "Bir parchasining bahasi 20 tiyin" deb javob berdi. Va ayol ishkilanmayla yanchiqidan 20 tiyin pulni chiqib, berib ketib qoladi. Ayol bir qancha kundan keyin tushida o'zining rostila jannat kirganligini ko'rib, qattiq hayajonlandi va bu xushallikni eriga yetkazdi. Eri ko'nglida: "Men mu setib olmaymanmi?" deydi-da, bolaning yiniga bordi va uningdan: "Balam, menga mu jannatdan bir parcha setib beramsan?" deb so'raydi. Bola: "Bo'ladi, beray, ammo bahasi 1 million" deydi. Odam hayron qilib: "Ayolimga 20 tiyinga beribsan, endi menga kelganda nemishqa 1 million" deydi. Bola: "Tağa, ayolingiz jannatning pulga setilmaydiganligini va parchalanmaydiganligini biladi. Ammo mening ko'nglimni olish uchun menga pul berdi. Ya'ni ayolingiz jannatni emas, mening ko'nglimni setib oldi" deydi. Demak, jannat arzon emas. Uni pulga setib olg'ili bo'lmaydi. Jannatga kirishni xohlagan odam oldi bilan ko'ngillarni asrashni o'rganish kerak.